Cemaat assalomu alaykum. Hozir shu suv nasosi bo'yicha ishni sizlarga ma'lumot berayim. O'tganda o'sha o'ta sпрос so'raganlar ko'p bo'ldi. Materiali chug'undan bo'lsa. Dvigatel, dizelli dvigatel, motor 35 at kuchi bor. Anan bu akkumulyator bilan yuradi, akkumulyator najirga qo'yiladi. Stator bilan Tam mashina bu traktor bilan tartib любой yerga olib borib ishlataverasizlar. 220 deb qo'ygan buni kod. Bu boshqacharoq. Motorlari bari o'xshash. O'zgachaligi buning ichidagi двойной yuradi deydi nav. İçinde nesi var? Davlenanı kuchliroq beradi. Bu mana yüzlük 1 soatga 180 tonna suvni aydab beradi. 180 kubda yüzü uchinchi suvni aydab beradi bu. Mana da o'shuncha haydaydi birdayli. Mana 90 kub, 90 tonna haydaydi 1 soatgacha. Bu da o'shanday birday. Bular barda o'sha bular cho'g'undan. Buna 25 at kuchi bor. 580 kub tonna chiqaradigan bo'lsa, bu o'ta cho'ng. 580 ton. Buna kichiklar 13 atım kuchi. Bular 1 soatga 100 tonna haydaydi. Bunlar kichiklar.